Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan trading sohasidagi eng muhim analiz turlaridan biri fundamental analizni ko'rib chiqamiz. Biz fundamentalni tahlilni amalga oshirishimizda bizga asosiy 3 ta sayt kerak bo'ladi. Xo'p, bular qaysilar? Bulardan birinchisi forexfactory.com sayti, ikkinchisi investing.com va oxirgisi bloomberg.com sayti. Birinchi bo'lib forexfactory.com saytiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu saytda biz nimalarni ko'ramiz? Bu saytda biz qaysi valyuta parasiga qanaqa yengillik soat nechida chiqishini ko'rsak bo'ladi. Bu bo'limda biz kalendarni bosamiz tepadan forexfactory.com saytiga kirganimizdan keyin va qaranglar, masalan, Avstraliya dollariga yengillik chiqqan. Mana bu endi yangi chiqadigan prognoz. Bu уже kutilayotgan foizi va bu oldingi chiqqan prognoz bo'ladi. Xo'p, qaranglar, masalan, yangi chiqadiganini ko'rib chiqamiz. JPY ga chiqar ekan, yenaga yangi chiqadigan prognoz hali ma'lum emas. Ertaga soat 4:30 da ma'lum bo'ladi qancha foiz chiqishi. Bu kutilayotgan foizi va bu oldingi chiqqan foizi. Endi qaranglar, newslar ham 3 turga bo'linadi bu joyda. Demak, birinchi sarig'i unchalik muhim emas, oranjevisi, mana olorangi o'sha bo'limini ta'sir qiladi bozorga, volatilnosti balandroq bo'ladi. Va eng muhim yengillik bu bizga qizil yengillik hisoblanadi. Qizil yengillik katta ehtimol bilan juda ham muhim yengillik bo'ladi va u bozorga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Masalan, narximiz uptrend bo'layotgan bo'lsa, o'shani downtrendga burib yuborish ehtimoli ham juda ham katta bo'ladi. Masalan, bunga CPI yo'q bo'ladi yokida FOMC yig'ilishlari yokida bunga misol qilib non-farm yengilligini ham olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yengilliklar bozorga juda ham katta ta'sir qiladi va bozor o'sha uptrend bo'layotgan bo'lsa downtrendga yoki downtrend bo'layotgan bo'lsa uptrendga burib yuborish ehtimoli ham baland. Forex Factory sayti haqida yana bitta ma'lumotni esdan chiqarmaylik. Masalan, har bitta yengillikni yana bitta ma'lumot Forex Factory saytidan foydalanayotgan vaqtingizda sizlar masalan bu narsa bizda prognoz to'g'rimi? Mana bu narsa bizda e'lon qilinadi, bu oldingi chiqarilgani. Agarda bu narsa yashil bo'lsa, ya'ni baland chiqsa, kutilganidan ko'ra dollar foydasiga chiqadigan bo'lsa, agarda masalan dollarga protiv bo'lgan paralarimiz pastga qarab yurishni boshlaydi. Masalan, bu joyda dollarimiz qadrlanadigan bo'lsa, agarda tillar narxi pastga qarab yuradi. Agarda dollar qadrsizlanadigan, ya'ni bu joyda prognozdan past chiqadigan bo'lsa, mana bu protsentlar prognozdan past chiqadigan bo'lsa, dollar qadrsizlanadi. Ya'ni tillarning narxi tillaga naprotiv dollar shuning uchun tepaga yurishni boshlaydi. Masalan, agarda bu narsa baland chiqsa, boshla. Hop, Forex Factory sayti haqida yana bitta ma'lumot. Mana bu yangi chiqadigan prognoz. Bu narsa o'zi kutilayotgan foizi va bu oldingi chiqarilgani, to'g'rimi? Agarda mana bu narsadan bu baland chiqadigan bo'lsa, ya'ni kutilganidan baland chiqsa, dollar foydasiga albatta dollarga naprotiv bo'lgan narsalar pastga qarab yurishni boshlaydi. Masalan, agarda dollar qadrlansa, tilla pastga qarab tushadi. Bu degani, agarda mana bu prognozimizdan bu baland bo'lib chiqadigan bo'lsa, tillaning narxi pastga qarab tushadi. Agar dollar birinchidagi paralar bo'ladigan bo'lsa, narx tepaga qarab ko'tariladi. Agarda bu xuddi shuni teskarisi bo'lsa, bu narsa past chiqadigan bo'lsa, tillaning narxi tepaga qarab yursa, 100dagi birinchidagi paralar pastga qarab yurishni boshlaydi. Hop, endi ikkinchi saytga o'tadigan bo'lsak. Hop, ikkinchisi investing.com sayti. Investing.com saytiga kirganimizdan keyin mana tepada news bo'limiga o'tamiz va har bitta bozorga alohida yengilliklarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Birinchisi masalan aksiya bozoriga, ikkinchisi kriptovalyuta bozoriga. Commodities degani bu yer qazilma boyliklari, ya'ni neft, tilla va shunga o'xshash yer qazilma boyliklariga. Pastki keyingisi currency, bu valyuta paralariga va ekonomika haqida va boshqa yengilliklarni bemalol ko'rib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, biz hozir bittasiga kirib ko'ramiz. Masalan, hozir bulardan bittasiga kirib ko'ramiz. Masalan, commoditiesga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizga yer qazilma boyliklariga aloqador yengilliklarni ko'rsatishadi. OPEC Plus degani ham bu joyda ham OPEC majlisida oil, ya'ni neftga aloqador yengilliklarni ko'rib o'qisak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bizda Bloomberg sayti. Bu saytimizda har bitta chiqayotgan yengilliklar momentalniy joylab boriladi. Masalan, ko'radigan bo'lsak, 41 minut oldin yoki 3 soat oldin joylangan har bitta yengilliklarni pastda vaqtini ko'rsatib turadi. Undan tashqari har bitta bozorga alohida pejlari bor. Masalan, umumiy bozor, ekonomika bo'yicha, hop, bu joyda aksiyalar bo'yicha va shunga o'xshash har bitta newsga alohida pejlari bor va yengilliklar chiqazgan har bitta yengillik momentalniy bu joyga joylanadi. Narximizning riskga harakatlanishiga qanaqadir yengillik sabab bo'lgan bo'lsa, masalan, o'sha yengillikni siz o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz,
texnik sabab bilan siz masalan bag'i kutayotgan bo'lsangiz, u narsa bu yengillikni hisobiga ham selga burilib ketish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun analiz qilayotganimizda birinchi shu fundamentalniy analizni qilamiz, keyin texnik analizni amalga oshirib, undan keyin switchni analizni qilib, keyin savdoga kirishni maslahat bergan bo'lardim. Undan tashqari, sizlar investing.com saytiga kirganingizdan keyin bu joyda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Masalan, faqatgina newslarni emas, analizlarni ko'rsanglar bo'ladi yoki har bitta bozori alohida strukturalarga bo'lib tushuntirilgan joylari ham bor. Bemalol bu saytlarga tashrif buyurib, o'zingizlar kirib, qaysi bozorga qanaqa yengillik chiqyapti yoki qaysi kompaniyada qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, o'sha ma'lumotlarni ham to'g'ridan-to'g'ri mana shu saytlar orqali olsanglar bo'ladi. Valyuta paralari nimaligi va ularga aloqador yana qo'shimcha newslar va analiz turlarini keyingi darslarimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'proq foydali videolar uchun YouTube sahifamga obuna bo'ling va o'zingiz fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.